Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Sizlar bilan takliflarga binoan asos andozadan kombinezon modellashtirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun asos andoza shablonlaridan foydalanamiz. Agar siz asos andozani yoki shim andozasini chiqara olmasangiz, mening bu uchun maxsus kurslarim bor. Ularda o'qib, bemalol o'rganib olsangiz bo'ladi. Shablonni boshqa bir varaqga joylab, vitochka va har bir chizig'ini ko'chirib olamiz. Orqa va old bo'lagini yopishtirib joylashtirib olganimizdan keyin bo'ksa chizig'ini aniq ravshan belgilab chiqamiz. Vitochka chiziqlarini ham belgilab qo'yamiz hamda yuqoriga 3 sm chiqib to'g'ri chiziq chizib olamiz. Har ikkala tarafdan to'g'ri chiziq tortib olganimizdan keyin oldi hamda orqa bo'lak oq chizig'idan 1,5 sm pastga chizib, og'ni uzaytirib olamiz va yuqoriga chiqqan 3 sm-imizga yuqori andazani qo'yib, joylab chizib chiqamiz. Shim asosidagi va asos andazadagi vitochkalar bir-biriga to'g'ri kelmasa, asosdagi vitochkani shim vitochkasiga to'g'rilab ko'chirib qo'yamiz. Orqa bo'lak oq chizig'idan yuqoriga oq bo'ylab to'g'ri liniya tortib olamiz va orqa andozani o'sha chiziqqa joylaymiz. Orqa shim andozasidan yuqoriga chiqqan 3 sm-imizga orqa asos andazani joylashtirib, to'g'ri chizib olamiz va vitochkalarni ham bir-biriga moslab ko'chirib olamiz. Asos andozalar intensiv kursimda faqatgina asos andoza va modellashtirish o'rgatiladi. Shim intensiv kursimda shim andozasi va modellashtirish o'rgatiladi. Har ikkala kursda ham asoslarni yaratish, modellashtirish va ularning barcha sirlarini birgalikda ko'rib chiqamiz hamda siz mukammal ravishda bemalol asos andoza, shim andozasini yarata olasiz va modellay olasiz. Yasab olgan andozamizni qirqib olamiz. Agar siz ham qaysidir fasonni modellashga qiynalsangiz, menga direktdan yuboring va men sizga uni modellab ko'rsatib beraman. Agar sizga asos andozalar yaratish, ularni modellash, modellarni chiqarish, tikuvchilik sirlari qiziq bo'lsa, sahifamda qoling va kuzatishda davom eting.